Issiq kunlar boshlanishi bilan eng ommabop bizneslardan biri suv biznesi, ya'ni har xil halodniy ichimliklar ishlab chiqarish biznesi boshlanadi. Bu biznesda eng kerak bo'ladigan apparatlardan biri muz apparatlarimiz bilan O'zbekiston savdo uyimizga kelgan hozirgi kunda. Hozirgi kunda bizda ikki xil kichkina modellarimiz, bundan tashqari katta modellarimiz, ya'ni ko'proq ob'em chiqarish uchun mo'ljallangan modellarimiz bor. Bu modellarimiz soatiga 40 kilo, 50 kilo, 60 hamda 85 kilo chiqaradigan apparatlarimiz hozirgi kunda sotuvda mavjud. Hozirgi kunda mana ishlab chiqaryapmiz o'zimiz. Mana ko'rib turibsizlar. Muzlarni. Bularni fantadan tayyorlayapmiz. Shuning uchun rangi sariq chiqyapti. Ular agar oddiy suv quyiladigan bo'lsa, nimasini hozir videoda davomiga ulab ketamiz. Shunaqa holatda chiqarib beraveradi. Shaffof holatda chiqarib beradi. Xo'p, bularning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $250 dan boshlanadi kichkina modellarimiz. Katta modellarimiz 450, 550 hamda 650 dollar tashkil qiladi. Xo'p, hamma apparatlarimiz 224 ga bemalol ishlayveradi. Uy sharoitida yoki bir fazasi bor odamlar ham bemalol foydalansa bo'ladi. Buni uyga olib qo'yib, uyda ham foydalansa bo'ladi. Har xil salqin ichimliklar, shunga o'xshagan biznes boshlamoqchi bo'lgan odamlar uchun zo'r mahsulot. Bemalol uyda ham foydalansalar ham bo'ladi. Bu mahsulotimiz kuniga 8-10 kilo chiqaradi. Undan tashqari mana katta modelimizni ko'rib turibsizlar. Bu modelimiz faqat shaffof emas, oq holatda, ya'ni qorga o'xshagan holatda chiqarib beradi, kubik bo'ladi. Bularimiz bo'lsa dumaloq, uzunchoq bo'ladi. Xo'p, bu modellarimiz oq chiqarganligini hisobiga bular asosan salqin ichimliklar uchun ketadi. Bular bo'lsa har xil ichimliklarga qo'shib mazaja qilish uchun bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu kichkina modellarimiz 8-10 kilo oralig'ida chiqaradi sutkasiga yana где-то 10 soat hisoblansa bo'laveradigan bemalol. 10 soatda o'sha 8-10 kilo orasida chiqarib beradi. Xo'p, bitta mahsulot, bir partiya mahsulotimiz tayyor bo'lishi uchun 5-6 daqiqa orasida vaqt kifoya qiladi bizga. Bu mahsulotimiz bo'lsa 4 minutda o'sha adashmasam 28 dona muz bo'lakchasini chiqarib beradi. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Farg'ona shahar Polsha bozori oldida, Center Market svetoforini tagida. O'zbekiston savdo uyi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.